LS U62. Xo'p. Bu chustdan keldi. Kontenti qichig'i bu. Zo'r video bo'ldi. Ichini qaranglar. LS U62 minadiganlar mana yomon saralga qo'yish oqibatida musor saralga qo'yilgan. Mana plonjerda haqi qolmagan. Mana chizilyapti. Ichi qorayib ketgan, mo'rkoni chiqib ketgan. Yopishib singib ketgan temiriga. Mana. Xo'p. Dahshat. Ichi ko'rinmayapti. Dahshat musor bo'lib ketgan. Xo'p, keyingisi yana bitta bor. Bu Parkentdan keldi. O'zimiz Toshkent viloyati Parkentdan. Bu yaxshi, mana qanaqa ichi toza. Endi bu bilan solishtiringlar. Mana holati. Xo'p, buni plonjer parasi ketgan. Restavratsiya bo'lgan ekan. Qaytadan restavratsiyaga kelishdik. Keyin farqini ishlamayapti buni. Namangandan kelgan LSimiz U62. Yangi pompa qo'yilyapti. Xo'p, bu ketmaydi. Kimdir negativda gapiradi. Mana ketmaydi bu. Bu o'zi qorayib ketgan temir. Buni rasi yursa ham ketmadi. Shurkada ishqalasa ketadi faqat. Xo'p, yangi pompa qo'yilyapti bunga. Xo'p, pompa tushdi, valv tushdi. Tarelkalarning katta lagani tushdi. Batonning to'g'ri, rasi yurdim ketmayapti. Mana bu chiqmaydi. O'zi shunaqa singib ketgan temirga. Xo'sh, ko'pasi taqildi. Roliklar qo'yildi, krestlik qo'yildi. Tarelka tushdi. Yangi mana. Xo'p, Namangandan keyin LSimiz U62 tayyor bo'ldi. Yaxshi, hammasi berishlari zo'r, sinovdan o'tdi. Xudo xolasa berib chiqarib yuboramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar.